Bu film oddiy uy hayvoni haqida emas. Bu film sukunat ichida yashirin mushuk haqida. Mushukdan sukut ichida yashiringan murakkab mo'jiza. U borliq muvozanatning nozik bir bo'lagi sifatida yaratilgan. Har bir hujayrasi puxta tartib bilan ishlaydi. U bejiz yaratilmagan tiriklikdir. Qur'onda mushuk bevosita zikr qilinmagan. Ammo u poklik va latofat timsoli sifatida qadrlangan. Tanasi ixcham va moslashuvchan. Har bir qadamida muvozanat mujassam. Umurtqa pog'onasi o'ta egiluvchan. Bu unga sakrashda ustunlik beradi. Tirnoqlari tortilib yashirinadi. Bu ov va himoya uchun muhim mexanizm. Orqa oyoqlari kuchli mushaklarga ega. Bir lahzada balandlikni zabt etadi. Mo'ynasi issiqlikni saqlaydi. Sovuq va issiq muhitga moslashadi. Quloqlari mustaqil harakatlanadi. Eng mayin tovushni ham ilg'aydi. Mo'ylovlari sezgi asbobidir. Ular fazoni o'lchaydi. Mushak tolalari tezkor harakatga moslashgan. Har bir sakrash aniq hisoblangan. Dum muvozanat tayanchi. U sakrash paytida yo'nalishni boshqaradi. Tishlari yirtqichlarga xos. U go'shtxovur tabiatga ega. Ko'krak qafasi ixcham. Ichki a'zolar tartibli joylashgan. Asab tizimi tezkor signal uzatadi. Reflekslari juda chaqqon. Ko'zlari tunda ham ko'ra oladi. Yorug'likni kuchaytiruvchi qatlam mavjud. Eshitish diapazoni keng. Ultratovuslarni ham sezadi. O'pkasi tez ritmga moslashadi. Harakat paytida kislorod tez yetkaziladi. Yuragi tez va barqaror uradi. Har bir urish tanaga hayot tarqatadi. Qon aylanish tizimi tezkor. Energiya hujayralarga zudlik bilan yetkaziladi. Ovqat hazm qilish tizimi go'shtga moslashgan. Oqsil tez parchalanadi. Buyraklar qon tarkibini tozalaydi. Suv muvozanati nazorat qilinadi. Jigar zaharli moddalarni filtrlab turadi. Organizm muvozanatini saqlaydi. Miya tezkor qaror chiqaradi. Instinkt va tajriba uyg'unlashadi. Ko'z to'r pardasi yorug'likni kuchaytiradi. Tungi ko'rish qobiliyati ustun. Vestibulyar tizim muvozanatni saqlaydi. Yiqilishdan tez tiklanadi. Harakat mexanizmi aniq hisoblangan. Tana havoda yo'nalishni boshqaradi. Tushish refleksi tug'oma xususiyatdir. U har doim panjalari bilan yerga qo'nadi. U hududiy hayvondir. O'z maydonini himoya qiladi. Jimlikda yaqinlashadi. So'ng bir zarba bilan tutib oladi. Ov qilish instinkti kuchli. Harakati hisoblangan. Ona instinkti rivojlangan. U o'z farzandlariga g'amxo'rlik bilan qaraydi. U go'shtxo'r tabiatga ega. Oqsil uning asosiy oziqasidir. U suvni ehtiyotkorlik bilan ichadi. Tana suyuqlikka muhtoj. Tozalik uning kundalik odatidir. Junini doimiy parvarish qiladi. Uyqu uning energiyasini tiklaydi.
kunining katta qismini dam olish bilan o'tkazadi. U o'z hududini sinchkovlik bilan kuzatib turadi. U har bir harakatni his qiladi. Ular ijtimoiy, ammo mustaqil. Masofa va hurmatni saqlaydi. Ko'payish tabiiy davomiylikdir. Ona bolalarini mehr bilan asraydi. Dastlabki haftalar himoya ostida o'tadi. Onaning issiqligi ular uchun zarur. Dastlabki harakat qobiliyati bosqichma-bosqich rivojlanib boradi. Tabiiy instinktlar ilk kunlardanoq namoyon bo'ladi. U inson bilan uyg'un yashay oladi. Ishonch vaqt bilan mustahkamlanadi. U sukutda yashaydi. Lekin uning ichki tizimi murakkab. Uning nigohida osoyishtalik bor. Tabiat muvozanati aks etadi. Har bir mavjudot o'z vazifasiga ega. Mushuk ham tiriklik zanjirining halqasidir. Har bir mavjudot o'z vazifasiga ega. Mushuk ham tiriklik zanjirining halqasidir. Sokinlik ham kuchdir. Ba'zan buyuklik jimlikda yashirinadi.